Qadrli kitobxonlar, men sizlarga bugun xalq og'zaki ijodidan bo'lmish Kuntug'mish dostoni haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Kuntug'mish dostoni xalqimizning mashhur baxshisi Ergash Juman Bulbul o'g'li tomonidan kuylangan. Kuntug'mish dostonining asosiy qahramonlari Mo'g'uy podsholaridan Avliyoy Qoraxon, uning yolg'iz farzandi Kuntug'mish bo'ladi va Zangar shahrining podshohi Bo'raxon podshoh bo'ladi. Uning ikki vaziri, aka-uka vazirlar, shoir va tohir vazirlari bo'ladi. Ularning bir o'g'li va bir qizi bo'ladi. Uning ismi, qizining ismi Xolbeka, o'g'lining ismi esa Xolmo'min deb atashadi. Kuntug'mish dostonida o'zbek xalqining azaldan iymon, e'tiqod, or-nomus, do'stga sadoqatning va sof muhabbatning ulug'lanishi yorqin aks ettirilgan. Siz dostonni o'qish davomida Xolbeka va Kuntug'mishning g'oyibona bir-biriga oshiq bo'lishi, ularning zolimlardan qochib ko'rgan qiyinchiliklari, egizak farzand ko'rishlari va bir-birlaridan vaqtinchalikka judo bo'lishlari, ularning Azbarxo'ja ismli karvonboshining razilligi, do'stligiga xiyonat qilishi, Kuntug'mishning shoh bo'lishi va Xolbeka hamda farzandlari bilan qayta topishishiga guvoh bo'lasiz. Ushbu kitobda meni ta'sirlantirgan voqealar do'stlikning xiyonati, do'stga ishongan joyida xiyonat qilib ketishi, shu sababli sevgilisidan ham ikki egizak farzandlardan ham ayrilgan Kuntug'mishning dod faryodlari, uning boshidan kechirganlari meni ta'sirlantira oldi. Ushbu kitobni barcha kitobxonlarga o'qishga tavsiya etaman.